Hamkor Santexnika servisi Kogondagi kichkinagina obyektimizda bo'lganmiz. Bugun qabul qildik va bugun topshiramiz, xudo xohlasa. 70 kvadratga to'pli pol olganmiz. Bu kichkinagina obyektimizga xo'sh, 70 kvadrat to'pli polni qancha vaqtga tashlash imkoniyati bor, qancha vaqtga tashlagan bo'lardingiz, kommentariyga yozib o'ting. Shu narsaga amin bo'ldimki, 1 kvadrat bo'lsin, 100 kvadrat bo'lsin, Alloh xohlamasa baribir tugatamiz ekansiz. Biz shu obyektni o'zi 70 kvadrat joy uzoq 1 soat, 1,5 soatlarga tugatamiz degan edik. Shu to'rttagina qatorimiz uchun tubamiz yetmay qoldi. Baribir ertaga qoldi. Lekin bundan tashqari bo'lgan joylarimiz ishga vaqt berib beradi.